Eslaringda bo'lsa, erkak kishi necha yoshgacha jinsiy aloqa qila oladi degan mazmunda videomiz bor edi. Shu videoning ichida 85 yoshli otaxon voqeasi degandim. Bugun shu voqeani sizlarga aytib berish fursati keldi. Ancha yillar oldin 85 yoshli otaxon ikkita hassada katta luqali ochki bilan bir kun qabulimga keldi. Hammani ketishini kutib, keyin o'zlari kirib kelishdi. Va meni stolimga suyangan holatda doktor, men erkakligim tamom bo'ldi, bitdimman, tugadim deb shikoyat qilishdi. Nima bo'ldi otaxon desam, men ayolim bilan qo'shila olmayapman. Otaxon necha yoshsiz dedim? 85 yosh. 85 yoshda jinsiy aloqaga xohish va shu paytgacha aloqa bo'lganligi siz uchun zo'r holat dedi. Nima voqeadan keyin shunaqa bo'lib qoldi deb so'radi. Ayolimni 1 oy oldin ginekologga olib borib operatsiya qildirtirgandi. Shundan keyin bir hafta 15 kundan beri shu harakat qilsam ham jinsiy aloqani o'xshatolmayapman dedi. Otaxonni tekshirib ko'rdim, hech qanday gormonal jinsiy tarafdan muammosi yo'q. 85 yosh uchun juda ham ideal holatda. Lekin yosh o'tgandan keyin ayollarda ichki a'zolarni qindan tashqariga chiqish holati, prolaps holati bo'lardi. Shu fikrimga keldida ginekologga telefon raqamini bering. Ginekologga telefon qilib bo'lgan voqeani tushuntirib bersam, ginekolog yoqasini ushladi, boshini qashidi. Aytdiki, xuddi o'sha men aytgandek qilib, faqat biz tashxis yigit kanalini qoldirib, qolganini tikib tashlaganini aytdi. Shundan keyin vaziyatni otaxonga tushuntirdim. Operatsiya yo'li bilan ham qindi qaytib tiklab bo'lmasligini tushundi va xonadan 3 kun kayfiyati chiqdi. Xulosa qilib aytganda, erkaklar nechiga kirsalaring ham, ayollaring ustida qanday operatsiya o'tkazadigan bo'lsa ham, shifokor bilan to'liq maslahat qilgan holatda qilishlaring kerak bo'ladi.